Assalomu alaykum. Ko'p qavatli uy sotib olish shartnomasini tuzishda qaysi bandlarga alohida e'tibor berish kerak? Hozirda amaliyotda uchrayotgan holatlarni sizga aytib o'tsam, oxirgi paytlari internet tarmog'ida juda ko'p ko'rinishdagi ushbu holat, ya'ni yangi qurilayotgan uylar, rezident, boshqa turdagi har xil nomlanish uylari ko'p internet tarmoqlarida reklama bo'lyapti. Qolaversa, ushbu reklamalar qilishda xalqqa yoqtirgan, yaxshi ko'rgan, sevib tomosha qiladigan artist va shunga o'xshagan odamlar ham jalb qilinyapti. Shartnoma tuzishdan oldin birinchi navbatda maslahatim tajribali yurist, advokat yordamidan foydalanishni tavsiya etaman. Sababi ushbu tajribali odam amaliyotda nimalar shu turdagi mavzu bo'yicha ko'p qavatli uylar bilan bog'liq, shartnomalar bilan bog'liq holatlarda ko'p uchrayotgan kamchiliklarni, kriminallangan holatlardan xabardor bo'ladi. Shuning uchun ish tajribasi amaliyotda uchrayotgan firibgarlik holatlardan analizini qilgan holatda har bitta shartnomani imzolashdan oldin o'zini bilimini inobatga olgan holda maslahat berib keladi. Ya'ni hozirda amaliyotda ko'p uchrayotgan holatlar oldi-sotdi shartnoma deb turib imzoga beryapti. Uyni sotib olayotgan shaxsga uy sotib olayotgan shaxs, ya'ni mijoz imzosini qo'yib beryapti. Kelgusida uyni oldi-sotdi shartnomasi bo'lgan-ku deb aytganda biz oldi-sotdi shartnoma emas, bu balki ish inshootni yordamchi ulushdor sifatida, sherik sifatida qurilishni amalga oshirish shartnomasi, ya'ni договор участка о долевом строительстве degan mazmunda kelib chiqyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yana bitta eng ahamiyatli beradigan bandlardan biri bu to'lovlarni amalga oshirish tartibi. Maslahatimiz shuki, to'lovlarni amalga oshirish shartnomada ko'rsatilgan bank rekvizitlari orqali faqatgina bank muassasasi topshirishingizni tavsiya qilamiz. Sababi amaliyotda shunday holatlar ko'p uchrayaptiki, ofis продажga olib kelyapti, ofis продажda o'tirgan shaxslar pulni qabul qilyapti, u unga kvitansiya yozib beryapti, go'yoki pul qabul qilinganligi. Kelgusida shu uy o'z vaqtida topshirilmaganligi, qurilib bitkazilmaganligi muammosi tergov prokuratura orqali tergov qilinayotgan paytida shu narsa amin bo'lyapmizki, fuqaro tomonidan topshirilgan pullar, hattoki kvitansiya berilgan taqdirda ham hammasi qalbaki kvitansiyalar ekanligi tasdiqlanib, pullar o'z miqdorida bank muassasasiga hisobiga tushmaganligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun birinchi navbatda qiladigan ish ushbu turdagi shartnoma tuzishdan avval albatta tajribali advokat yordamidan foydalanishni tavsiya etamiz.